Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. O'zbek xalq ertaklari. Kanizak bilan podshoh. O'tgan zamonda bir podshoning 4 ta xotini bor ekan. Ularning ichida Sarvigul degani juda chiroyli ekan. Uni podshoh hamma xotinlaridan ko'proq sevar ekan. Kunlarning birida malika o'zining ismi go'zalligiga mos emasligi to'g'risida podshohga shikoyat qilibdi. Shunda podshoh: agar bundan keyin kimki malikani Sarvigul deb atasa, tilini kesib, og'ziga qo'rg'oshin quyaman, deb farmon chiqaribdi. Ittifoqi farmon chiqqan kuni Sarvigul bog'da sayr qilib yurar ekan, uni uyqu bosibdi. Gullar orasiga qo'yilgan so'rida yotib uxlabdi. Bir qancha vaqtdan keyin uyg'otmoqchi bo'lganlarida malikaning qazo qilganligi ma'lum bo'libdi. Kanizlarni qayg'u bosibdi. Bu xabar saroydagi kishilarga ham tez vaqt ichida ma'lum bo'libdi. Ammo bu xabarni podshohga yetkazish eng og'ir, mushkul ish edi. Chunki birinchidan malikaga yangi nom qo'yilgancha yo'q, ikkinchidan avvalgi ismini aytib xabar qilingan taqdirda podshoh o'z farmoniga muvofiq xabar bergan kishini jazolashi turgan gap ekan. Podshohga ma'lum qilinmabdi, lekin o'likning yotaverishi mumkin emas-ku. Buning ustiga o'z vaqtida xabar berilmagani uchun saroydagi kishilar yana jazolanishi mumkin. Saroy kishilari bu mushkul ishdan qutulish yo'lini qidira boshlabdilar. Shu paytda kanizaklardan biri dadil ovoz bilan: "Men borib xabar qilaman", debdi. Boshqalar masxara qilib: "Shuncha aqli rasolar turganda senga chikora, o'lging kelyaptimi?" deyishibdi. "Mayli", debdi kanizak va chopib podshoh yoniga kelibdi. Podshoh taxtda o'tirarkan, qiz eshikka yaqinlashib, eshik tirqishidan astagina ovoz bilan bir misra she'r o'qibdi. Sarvigulning soyasida so'ldi gul netmoq kerak. Podshoh bu misrani eshitgach, g'am ostida qolib javob beribdi. Bargidan tobut yasab, guldin kafan etmoq kerak. Mushkul ish hal bo'libdi. Sarvigulni ko'mibdilar. Keyin podshoh shu xabarni yetkazgan kanizakni huzuriga chaqirtiribdi. Kanizak podshoh qarshisida bosh egib turar ekan. Podshoh: "Malikaning o'limi haqidagi xabarni menga sen yetkazdingmi?" deb so'rabdi. "Shunday, podshohi olam", debdi kanizak. Podshoh: "Bu ishing uchun senga davlatimning yarmini berdim", debdi. "Marhamatlari uchun tashakkur".